Har oilada ikkita, uchtadan farzandi bor, o'g'il qizlari bor. Mana shuning uchun ehtiyot bo'linglar, ogoh bo'linglar. Aziz vatandoshlar, yana bir voqea bo'ldi bizning klinikamizda. Mana julutkada tanga bor. Klinikamizda bo'lgan voqea. Xo'sh, mana rentgen qildik, ko'rindi. Julutkada mana tiqilib qolgan. Og'riq berdi. Mana shuning uchun kelgan. Birinchi sinfda o'qiydi. 7,5 8 yashar bo'lgan primerda. Rentgendan keyin borib gastroskopiya qildik, endoskop apparat bilan kirib oldik. Yaxshi, kasallik sosteniyasi javob berdik. Mana shuning uchun har oilada ikkita, uchtadan farzandi bor, o'g'il qizlari bor. Mana shuning uchun ehtiyot bo'linglar, ogoh bo'linglar. Mana shu videoni ko'proq adiliza qilinglar, ko'rsin. Sizlarda ham nima voqea bo'lgan kommentariyga yozinglar. Mana shu voqealarni odamlar o'qiydi, ko'radi, o'z fikrini yozadi. Video faqat ogoh bo'lish uchun mana shunaqa voqealarni chiqaryapmiz. O'ylaymanki, kimgadir foydali narsa. Rahmat, sog' bo'linglar.